Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Parkent bozori bugun. Qani ketdik, hurmatli do'stlar. Sekin mana ko'ramiz. Nimalar bor, nimalar yo'q. Bu bozorda hamma narsa bor. Bugun men hurmatli do'stlar betga kishmish uzum ko'chatini qidirib keldim. Birinchi ko'chat bozoriga boraman. Ko'chat bozoridan kishmish uzumini ko'chatini qidirib ko'raman. Zinapoyadan ehtiyot bo'lib tushishimiz kerak. Mana hamma joylarga suv sepilgan. Top-toza. Hindiston tozalikka bizadan o'rgansin. O'zbekiston Respublikasini odamlardan o'rgansin tozalikka. Hurmatli do'stlar. Mana bu zinapoyadan tushdik. Hamma yoqqa suv sepilgan. Parkent bugun. Oho. Qurtlar. Mana. Assalomu alaykum. Bu ismalola qancha bo'ldi? 8000. 8000 bo'lib ketdimi? Yaxshi, yaxshi. Narxlar yaxshi bo'lib qopti-yu. 19000. Pomidor qancha ekan? 32000. Bodringchi? 20. Yaxshi. Ko'proq olsangiz kelishtirib beraveradi. Mana bu limon местный limonmi? Местный. Qanchadan? 10 ming. Mana 23 ming. Uchtasi 10 ming kilogramm. 20 ming so'm. Kilogramm 20 ming so'm. Baraka toping, sog' bo'ling, yaxshi yigit. Voy, voy, ana odamu, mana odam. Bu talqonlar nimaniki? Talqon nonniki Aha, nonni bir bankasi qanchadan? 15000. Guruchki bormi? Mana bor guruchniki. Guruchki qanchadan? Gurucham 15000. Qo'l bola o'zim qilganman. Buni qayerdan chiqarasizlar? Qaysi tegirmondan yoki kofemolkadan? O'zim uyimda tegirmonim bor. Damashniy motorli. Kichkinagina. Toza qilib chiqarasiz, ha? Ha, buni qovuraman. Guruchni yuvaman birinchi. Keyin kalavatga yoyaman, setka kalavatga. Keyin qozonda qovuraman yog' solib. Aha. Keyin mana shunaqa qilib anaqam bor. Aparatim Damashniy. Toza bo'lsa gap yo'q, chunki ba'zi insonlar katta tegirmonlarda Qo'l bola. chiqarishyapti. Yo'q, mana bu tandir non hammasi. Toza tandir non, tandirda yopib, qotirilib pishiriladi. Baraka toping, savdoyingiz yurishib ketsin. Mana shu insonlar uchun uyda mehnat qilib, olib kelib sotayotgan tovarlaringiz, taqollaringiz qolmasin. Bir pasda sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qaraylar mana. Zelillarni qaraylar chiroyliligini. Zulchaylar qancha bo'pti? 5000. Bu ko'katlar qanchadan? 3 5000. 5000 bo'ldimi? Yaxshi-yu. Suvlanmagan toz. Молодцы, rosa ham yaxshi. Yo'q, hozircha. Qanaqa chiroyli. Rediskalarimiz qancha bo'ldi? 5000. Qanaqa chiroyli rediskalar. Hozir kelaman men. Ko'chatlarga borib keling. Oh. 3 5000. Qizilchamiz qancha ekan? Qanchasi? 5000. Kilogrammi 5000 ga, chesnokchi. Nechtasi? Kilogram qanchadan? O'zimiz O'zbekistonning chesnogimi yoki Xitoynikimi? Местный, gap yo'q. Baraka toping, молодец qizim. Qani endi Parkent bozoriga kelib elga xizmatni ko'rib ketmasak bo'lmaydi, hurmatli do'stlar. Mana aholiga qanaqa sharoitlar qilib qo'yishgan Parkent bozori rahbariyatlari. Parkent bozorini
ishchilariga, rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli do'stlar, hamma bozor ham bunaqa emas. Ana qanaqa chiroyli. Assalomu alaykum. Jo'xorimiz qancha bo'ldi? Jo'xorlari 4,5. 4,5 ming. Bug'doychi 4,000. 4,000 so'm. Hurmatli do'stlar, mana bug'doy 4,000 so'm, jo'xorilar 4,5 ming so'mdan. 4,5. Parkent aholisiga gap yo'q. 7 kentdan tushib kelishgan mana Parkent aholisi. Hurmatli do'stlar, qaranglar. Mana bu elga xizmat, mana elga xizmat yarmarkasi. Uzoq yaqindan kuzatayotgan, turli kontinentdan kuzatayotgan hurmatli vatandoshlarimiz, Parkent tumanini elga xizmat rastalariga xush kelibsiz. Mana onlayn bo'lsa ham xush kelibsizlar. Yaqin tumanlar mana shu yerga kelib xarid qilib ketishadi har doim, qo'shni tumanlar. Chunki bu yerda savdo zo'r bo'ladi. Hamma narsa bor. Narxlar bilan tanishamiz. Mana tepada narxlar. Mana qanaqa chiroyli gullar. Aholimiz uchun zirani 100 grammi qancha bo'ldi? 100 gram bo'ldi. Menga 100 gram tortib berasiz. Aha, yaxshi zirami? Rahmat sizga. Taroziga tortib olib kelib bering. Men pulini tayinlab turing. Tuxum rastalari, hurmatli do'stlar, qaranglar. Tuxum sotiladigan tuxum do'koni. Tortdingizmi? Assalomu alaykum. Bu qoqlar qancha bo'lyapti? Zo'r qoqi. Qanchadan? 35-30 ga beraman. Mani 25 ga beraman. Qattiqki qaysi joylarniki? Buni 50-45 ga beraman. Qoqi qattiqki. Qoqichi. Vadi Mexanik Bo'stonliq Mo'shaqi. va o'zimizni taraflardan yaxshi, baraka toping. Mani ko'ring yaxshi. Bular qanchadan? 15 ga beraman. Opa ozgina qoldi. Sog' bo'ling. Buchi go'shtli yaxshi qoqilar. Da. Aga men bundan so'qib ketdim. Voy olmalarni, mana olmalarni koni shu yerda bo'ladi hurmatli do'stlar. Semirenka olmasi eng zo'r olma. GMO olma. Olmalarni kilogrammi qanchadan? 7000. 7000. Demak, 7000 mana. qoqilarimiz qanchadan ekan? Qoqilar. Qo'qini qancha qildi? Qoqi. Ikkitasi 15 ming. Bittasi 15 ming. Yashang. Salat. Shiponni qanchadan? Shiponni 16 ming. 16 ming. Rosa ham yaxshi narxlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gap yo'q. Parkent bozori mana bugun, hurmatli do'stlar.
go'shti. Yong'oq qancha yong'oq? Молодцы, mana 1 kilogramm mol go'shti 70 mingdan, hurmatli do'stlar. Dumg'asi 85 ming. Mana ko'raveringlar. Elga xizmatdagi xarid qilayotgan insonlarga qarab qo'yinglar. Qoyil qolish kerak mana. Hurmatli do'stlar. Yurishga mina tashlasak, mina tushmaydi. Yuramiz. Men ko'chatga ketayotgandim, elga xizmatni shu videoga olib keting dedim. Parkent bozoridagi savdo qanaqa bo'layotganini bir ko'ringlar. Har doimgidaqa mana yog'lar. Qizilordadan kelishni bilardik, qoyilman. Qanaqa yaxshi chiqyaptimi oshlarga? Yog'lar, qaranglar. Yog'larni olib ketishyapti mana, hurmatli do'stlar. Bugun yog'larni xizmatida ayol qizlarimiz ekan, mana yigitimiz ham bor ekan. Yog'larni xudo xolasa narxini o'zim bilib olaman. yozilgan mana. Ha, shunaqa bo'ptimi? Endi Vahshiy xafa bo'ldi. Uzatganda. Oyda qilibdi-ya. Oldingi bozorga ketib qo'sh qarkan kelman. oho. Qo'lingdan oldim, rahmat. Mana hamma narsa bor, hurmatli do'stlar. Mana guruchlar, hurmatli do'stlar. Lazi Xorazm qanchadan ekan? 25 mingmi? Basmati 25 ming, bu Hindistonniki. Bu Xorazm o'zimizga 20 quvvatda ishni beramiz. Hindistonniki qanaqa ekan? Hindistonniki Ta'mi. uzun chiqib qolgan, yaxshimi? Yaxshimi ta'mi? Anu Xitoynikiga qaraganda yaxshimi? Xitoyga qaraganda ancha muncha yaxshi. Voy, voy. Yeyishizgami? Yo, men so'rayaptim. Bularni yeyishga odam qo'rqadi-da, shunga so'rayaptim. Yaxshimi? Yeb ko'rganmisizlar? Yeyapsizlarmi? Chiroyli chiqsa kerak. Bu yig'inni guruchida opa asosan. Bo'lasan, saqlab maqulay, to'g'rimi? Zapaq yeysan.
Assalomu alaykum. Mana shu 5 qanchadan ekan? 500 lira aytdim, buni kechtirib beraman, ta'mi bor. 500. Keyin men bir narsa so'ramoqchi edim. Ani katta stollar bor-u. Zakazga. Rangini. Ko'prik stol aytibdi. Yo'q, mana bunaqa katta stollar bor-u. 3 metrga 120 liklar. 12 stolmi? Ha, shuni qon taxtasini qilib bera olasizlarmi? Ha, mayli qilib beraman. Buni yoqtiribdi. Kim ekan egalari? Qo'lingdan turib. Ha, opaxon. Mana qaymoq. Mana shu urayda naringa o'xshab oq bo'lmasa mana urayda. Assalomu alaykum, opaxon. Yalpizlar chiqib qoldimi? Qanchadan? Oling 10 ming. 10 ming. Aha, rahmat. Bo'lsang, nopadi, bersang. Rahmat, yashang. Baraka toping, opajon. Men ko'chatga keldim. Ko'chatimni topvali birinchi. Mana hurmatli do'stlar, mana shu burchakda kiyim do'koni ham bor ekan. Qarab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Mana shu trikolarimiz qanchadan bo'ladi? Chiroyli trikolar. To'li 100 mingdan 150 mingdan har xil o'ziga qarab. 100 mingdan 150 minggacha. Chiroyli, kачественный ekan. Bular qayerdan keladi? Xitoy mahsuloti. Xitoy mahsuloti. Hamma yoq Xitoy. Da, mayli Xitoy bo'lsin. Xitoydan chiroyli chiqishadi-da. Xitoy fabrichniga o'xshayapti bular. O'sha uchun. Mana Xitoy fabrichniy, hurmatli do'stlar. Akkuratniy tikilgan ekan, turli materiallari bor ekan. Sizda nima tekstil bormi? Yo'q. Mana yigitlarimiz kelib chiroyli trikolarni qaranglar, qanaqa chiroyli. Akkuratniy tikilgan. Materiali ham chiroyli ekan. Yashaylar yigitlar. Oho, ana shimlar. Qanaqa chiroyli jinsiy shimlar. Mana bu ko'ylaklarimiz qanchadan ekan? Qancha ko'ylaklar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? 130 ming so'mdan boshlanadi. Aha. 130 ming so'm. Velvet ko'ylaklarimiz bor, xohlasanglar. Velvet ko'ylaklar 220 ming. Keyin tepada jinsiy ko'ylaklarimiz bor. Xitoy fabrichniy. Yaxshi. Agarda o'rta yosh desangiz, o'rta yoshga o'zimizdan chiqadigan yaxshi mana buni firminniy materiallar vafshim zo'r. Qizarish, sarg'ayish, cho'zilish, bitlash, katushka bo'lish degan narsa yo'q. Bular qanchadan? Bular 120 ming so'm bo'ladi o'zimizni. Ani bardovisini ham ko'rsatib yuboring, yoshlarga rosa ham zo'r ekan. Har xil svetlari bor. Buni yaxshi tomoni pol plastika shimlar bilan kiysangiz, Oho, nihoyatda go'zal. Rosa ham mayin ekan, materiali rosa ham chiroyli. Ranglarini qarang. Da. Nihoyatda o'qishga o'qiydigan Studentlarga. Aynan nihoyatda zo'r. Da. Nihoyatda zo'r. Mana bunaqa svetlari bor. Qancha dedik? 100? 120 ming so'm. Молодцы, yigitlar. Mana tadbirkor sotuvchi yigitlarimizga rahmatlar aytib qolamiz, hurmatli do'stlar. Jinsiy shimlarimiz qanchadan boshlanadi, qancha bilan tugaydi? Jinsiy shimlarimiz. Turetskiy shim bor, xohlasangiz. Aha. Turetskiy shimlarimiz 250-220 ming. Shunaqa. Aha. Endi Xitoy shimlari bor, 150 ming so'm. Xitoyga arzoncha jinsiy shimlari ham bor, 100 ming. 100 ming shimlari bor. Endi har xil, buni anaqasi ko'p. Misol uchun gap spoti bilan bo'lish kerak mana aka. Made in Turkiya. Misol uchun Made in, aha. Made in Turkiya yaxshi
Bu hibili bo'ladi opa. Hibili bo'ladi. Endi bunga qara qilib, misol uchun kimga qanaqa? Masalan, Hammani vkusi har xil. da. Shalvar shimlar qancha? Mana shuni shuni farq kiyadi. Go'zal. Shu bilan Go'zal. da, rosa ham chiroyli bo'ladi. Gap Rang yo'q. endi har xil svetlari bor. 120 ming so'mdan bo'lyapti, opa 5 xil 5 tishimizdan yaxshi qaytdi. Sizdagi necha? Kamlar qanchadan bor? 180 ming so'm bo'lyapti, Xitoy fabrikasi. Xitoy fabrikasi o'zi 220 ming so'mdan aka. 200 ming deyapman. Bu tepadagi pijamalar Ha, ustidagi komplekt. qanchadan ekan? 220 ming so'm sotyapti. 2 xil sveti qoldi hozir. Ha, qattiqki bu. Bular o'zimizniki. Производство. Ha, o'zimizniki. O'zimizniki. Yerdan qolishi degan joyi yo'q, xudo xolasa. Mana hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, do'konni men tashqi tarafini ko'rsatdim. Bemalol yigitlarimiz chetga kelib, chiroyli ko'ylaklarni, shimlarni xarid qilib ketishi mumkin. Ko'pincha onajonlar bolalari uchun, farzandlari uchun kiyim-kechaklar olib yurishadi. Mana marhamat, bemalol chetga kelib xarid qilib ketishinglar mumkin. Yaxshi yigit. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Opa. Like, podpiska bosinglar. Bo'ldi, gap yo'q. Qani kutamiz hurmatli yurtdoshlardan. Hurmatli do'stlar, mana qaranglar. Mana bu elga xizmat do'konlari. Mana bu joyda mana Aziz degan yigitimizni do'koni. Hozirgi kirib tanishtirgan do'konni sotuvchisi Shumbolada chiqadigan aka. mana shu rostdanmi? Ha, shumbola mana oydan so'rang mana. O'sha obrazda bu bola. Parkent bozorni shum bolasi. Bo'ldi, gap yo'q. Mana hurmatli do'stlar, kelaveramiz. Mana shu do'konga kelaveramiz. Men yaxshilab tushuntirdim. Yigitlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p. Shum bolani do'koni shu yerda. Hurmatli do'stlar, Alaykum assalom. mana shu bozorni rahbariyatiga, bo'lish kerak. bozor ishchilariga, mana bozorda shunaqa hamma narsani, mana chiroyli gullar, shunga o'xshash turli xizmatlarni bajarib yurgan ishchilariga, shu xizmatlarni bajarib yurgan ishchilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz yurtdoshlarimiz nomidan. Mana bozorda narxlar arzonligi uchun shunaqa savdo rosa ham qaynayapti. O'zimizni oddiy tilda gapirganda mana bozor qaynayapti. Qaranglar, va основном elga xizmat. Mana go'shtlar 70 mingdan. Endi orqa tarafdagi go'shtlarga o'tib ko'rsataman. Endi hurmatli do'stlar, orqa tarafdagi go'shtlarni narxi bilan o'rganamiz. Go'shtlarni narxini ko'ramiz. Oho, mana tabakalar, chiroyli baliqlar. Bu yerda nima bor ekan? Assalomu alaykum. Chiroyli xasiblar. Ha. Ana. Mana masjidga xasibga kelaverasizlar, hurmatli do'stlar. O'tganda, ketganda. Oh. O'zi bo'lmasanglar kesib beraman. Kiysinlar. Go'jaman.
Mana. 20 mingdan mashina. Kichirog'idan bor. Menga ikkita bering-da. Mashina? Kattasidan-da. Menga kichirog'idan. Mana shuni qanchaga? 15 mingga berasizmi kichkinarog'ini? Ikkalasi 20 mingdan. Mana qo'shib beraman. 40 ming bering. Bo'ldi, gap yo'q. Salafanga solib bering. Baraka toping, qo'lingiz dard ko'rmasin. Mana shu kanalni kuzatayotgan mana Parkent tumanini markazidan bu yoqqa o'tib ketayotganlar shu yerga kirib, xarid qilib ketsanglar, Hasib qaqtalar bor. adashmaysizlar mana. Adashmaysizlar, hurmatli do'stlar. Hozir men pulimni chiqaring. Mana hurmatli do'stlar, bozorning orqa tarafi. Assalomu alaykum, yaxshi yigit. Go'shtimiz qancha bo'ldi narxi? 95 ming. 95 ming. Qachondan beri 95 ming bo'ldi? Bir hafta. Undan oldin qanchadan sotuvdinglar? 90 ming, 85 mingdan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizning go'shtingiz qanchadan bo'ldi? Chiroyli go'shtlar? 95 ming bo'pti. Mana hurmatli do'stlar, bir-biridan chiroyli go'shtlar, qaranglar. Son go'shtlarini, voy. Mana. Baribir Parkentda nisbatan boshqa joyga qaraganda go'shtlar arzon. Shuni tan olishimiz kerak, to'g'rimi? Qassob ukam? Mana rosa ham boshqalar 100 mingdan oshib ketdi deyishdi. Mana kecha sinfdoshlarim bilan gapda o'tirganimda Parkentda 95 ming ekan, hurmatli do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hurmatli qassoblar. Benim telefon yuramiz. Mana hurmatli do'stlar, yana go'sht do'koniga kirdim. Kirib turasanmi? Biri-biridan chiroyli go'shtlar. Qo'y go'shti qanchadan bo'ldi? Qo'y go'shti 120 ming. Mana chiroyli go'shtlar. Molliki qancha bo'ldi? 110. Sizda 110. Mana hamma do'konlarda har xilda go'shtni qaranglar, chiroyli ekan. Voy, voy. Mana bu qazilarimiz qanchadan bo'ldi? Donasi. Qancha qatta ekan bu ukajonimiz? Assalomu alaykum. Bu qazilar qanchadan ekan? 120 ming. Ha, rosa ham chiroyli qazilar ekan. Yo'q, gap yo'q. Go'shtlar qanchadan sizda? Go'shtlar 110 ming bo'ldi. 110 mingdan. Ha, bu otni go'shtlari 90 ming. 90 mingdan mana. Qanaqa otni go'shtlariga ham gap yo'q. Shunaqangi xamir soldilar, 5 barmoqlar yeganda mazza qilib yeyiladi. Qo'y go'shtimiz qancha ekan? 115. 115. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Har doim xalq xizmatida bo'lib yuraveringlar. Rahmat. Iye. Assalomu alaykum. Nonlarni ko'rmay qolmisiz-ku? Qo'linglar dard ko'rmasin. Sog' bo'ling. Joyinglar o'zgaribdi-ku. Obeddan keyin? Voy, assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshimisan? Charchamay. Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Uydagilar hammasi charchamay. Chiroyli nonlarni sotyapsizlar. Mana non sotadigan qizlarimiz. Assalomu alaykum. Chiroyli non sotuvchi qizlarimiz.
Eksklyuziv kadrlar, hurmatli do'stlar, Parkent bozoridan. Eksklyuziv kadrlar, qaranglar nonlarni, hurmatli do'stlar. Voy, voy. Shunaqa ham chiroyli nonlar bo'ladimi? Qoyil qolish kerak. Qoyil qolish kerak shunaqa nonlarni ko'pligiga. Qanaqa chiroyli nonlar. Voy, voy. Mana bu nonni qaranglar, depata. Voy, qattiq a? Qattiq, lekin suvi qoragan. Rosa ham chiroyli. Qo'llari dard ko'rmasin novvoylarni. Non yopadigan ukalarimizni qo'llari dard ko'rmasin. Mana Parkent bugun yakshanba kuni. Parkent non shahri. Non shahri haqiqatdan ham. Oling o'zim yeng, ro'za bo'lsangiz olib yeb. Arzonchilik shahri. Nonlarni chiroyli lekin qanaqa qilib havas qilmaslik mumkin, qaranglar. Nonlar keling 3000 dan. Keling nonlarni 3000 dan. O'tgan safar Bu nonlarni hurmatli do'stlar, hidlarini qaranglar. Voy, voy. Qaraysiz. Charchamasdan. Qancha o'tdi? Qaysi biri? Assalomu alaykum. Kesa yo'q. Guruchli talqonam, nonli talqonam 15 mingdan, hurmatli do'stlar. Muzaqqat pisirigi kam edi. Kecha
Burası kaçın mesafeden? Tuzlamalar, qanaqa chiroyli tuzlamalar. Kelinglar, lag'mon zelenlardan, devушка. Rahmat, rahmat. Mana endi bu yoqda kartoshka, piyoz, karamlar, bu yoqda yupqalar, tarvuz qovunlar, quruq mevalar. Qaranglar, hurmatli do'stlar. Kartoshkalar qanchadan? 7 ming. So'zichi? Sozi 7 ming. 7 ming. Qizil so'zichi? 7 mingdan. Bu kartoshka qattiqki? Pokiston. Pokiston, Rossiyaniki bormi? Yani bozorda yo'q. Qozog'istonnikichi? Bu ham yo'qmi? Bu faqat Pokistonmi yoki Afg'onistonmi? Pokiston. Pokistondan. Bozor 100% Pokiston. Da. Savdo o'zimizniki paket. So'z rosa chiroyli ekan. Qanchadan? 7 ming. Qizili? Qizil ya bak. 7 ming. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kaç taşı vardı? Şöyle gerek ama. Mana bu qizil so'zni paketda qancha ekan? Assalomu alaykum. Mana bu kimniki? Qizilcha qanchadan? 15 ming? 1 kilogramm 15 mingmi? Qizilchani. Yuqorida 5 ming deyapti-yu. Nega 15 ming? Assalomu alaykum. Gullarni siz sotyapsizmi? Parkentda gullar sotiladimi? Uy gullari degan ayol qizlarimiz uchun bitta video olib qo'ying. Mana bu chiroyli gullarimiz qancha ekan? 15 ming. 15 ming. Aha. 12 ming qilib beramiz. 12 ming qilib berasiz. Qanaqa yaxshi narx. Bu 20 qilib beramiz. 20 dan berar ekan. Mana singlimiz. Geraylar 25 ming 20 qilib beramiz. 20 qilib berar ekan. Mana buni qo'lingizga oling, chiroyli osilib turadigan gulimizni. Qarang. Teparoq ko'taring. Qanchadan ekan bular? 25 ming 20 qilib beramiz. Tuvaklari bilan. Rosa ham chiroyli, shuncha mehnat. Fikuslarchi bular. Buni 20 ming 15 qilib beramiz. Katta 25 20 qilib beramiz. Aha. Bu gulimiz mana bu 30 ming. Mana shuni portasini ko'rdim. Yaqinda. Teplitsani ichida mana bularchi. Singiljonim qarang. Qancha Balzami xilla gul 30 ming 25 qilib beramiz. shoxlab ketadi rosa. Shoxlab o'tibdi mana. Aha, bu rosa ham shoxlida, katta-katta bo'lib. Aha. Tepadagilar Buni 30 ming, buni 25 qilib beraman. 30 ming, 25 ming qilib berasiz. 5 ming ham beramiz-da. Mana qanaqa chiroyli narxlar, hurmatli do'stlar. Mana xuddi shunga o'xshash gullar 25 ming. Parkentskiy bozorda, ya'ni Toshkent shahridagi Parkent bozorida bular rosa ham qimmat. Mana bularni qanchadan berasiz? Buni 20. Buni hovliga eksa ham bo'ladi. 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 Oladi keyin. Da. Qanaqa chiroyli gullar.
Mana. Mana shularni ham qanchadan berasiz? 20 qilib beraman. 20 qilib berasiz. Tuvaklari bilan. Mana. Qanaqa chiroyli gullar va chiroyli narxlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Narxlar dostupniy narxlar, hurmatli ayol qizlarimiz. Mana bunimiz qancha ekan? Palmaga o'xshagan? 40 ming. 35 qilib beramiz. Aha, dekorativniy, chiroyli. 35 ming qilib berar ekan. Bemalol kelaverasizlar Parkentdagi gul bozoriga. Mana. Yaxshimisiz? Mana umumiy narxlarni bildik. Parkentda narxlar bitta narx bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu lola gullar qanchadan ekan? Lola 20 ming. Voy, chiroyliligini. Bag'imiz qancha ekan? Kontraktmi? 50 ming bor. Nizomda kichik degan mayda o'tiladigan Ana qaytdi, kontrakt. gul kiyib turaveradi. Assalomu alaykum. Bu yil miniatyr gullaringiz qanchadan bo'ldi? 15 mingga 20 ming. Charchamasmi? Ha, bultur oluvdim sizlardan. Atirguldan olib ketuvdim-ku. Sizlar charchamoqsizlarmi? 20 ming. Ko'karib ketdimi? Bu yil ham Rosa yaxshi ko'kardi. Ochilib, shunaqangi chiroyli ranglardan oluvdim. Sariqlaridan. Hammasi zo'r ko'kardi. Mana bu gvazdikaga o'xshagan gulingiz qanchadan ekan? 20 ming, 15 ming beraman. O'zi gvazdika emasmi bu? Gvazdikani o'zi ekan. Qaranglar qizlar. Mana. Bemalol Parkentga kelib gullarni turlaridan olib ketishinglar mumkin. Fikuslar ham ko'p. Qaranglar. Mana bu atirgullarni sorti. Qaranglar, qaranglar. Ham gvazdika gulimiz zo'r ekan, chiroyli ekan. Bu yoqda hurmatli do'stlar, mana yer yong'oqlar, bodomlar, xullas hamma narsa bor. Nima ekan? Quraq bering. Urg'un cho'p qo'yaqda.
Hurmatli do'stlar, qaranglar. Mana savatlar 55 mingdan. Kichkinasi ekan, bu ham kichkina emas, bu ham kattagina mana. Mana bulari 60 mingdan ekan. Savatlar dekorativniy kafelarga, choyxonalarga ishlatishga zo'r bo'ladi-da mana. Savatlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli savatlar. Shu savatlarni to'qigan to'quvchi insonlarimizni qo'llari dard ko'rmasin. Mana toldan to'qishadi, qaranglar. Hurmatli yurtdoshlarim, kanalim a'zolari va kanalim mehmonlari. Mana bugun Parkent tumanini Parkent bozoridan, Dehqon bozoridan qilgan video obzorim o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariylarni kutib qolamiz, hurmatli do'stlar. Kim kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsa, keyingi video roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga a'zo bo'lishinglarni so'rab qolaman. Agar kanalim obzori sizlarga yoqqan bo'lsa. Hurmatli do'stlar, mana qaranglar, shunaqangi shashliklar pishyapti, tutunlar. Parkent bozori qaynayapti bugun. Parkent bozoriga kelmabsizlar, ko'p narsani ko'rmabsizlar mana aka. Mana shu qizchamizni qidirib yurdim men. 5 mingdan sotyapti. Boshqa tarafda 15 mingdan sotishyapti. Men hayron qoldim. Nimaga bunaqa dedim narxlarni? Mana hozir qizimiz javob beradi. Nimaga narxlar sizlarda 5 ming? Boshqasida 15 ming. Insof bilan sotamiz. Insof bilan baraka toping-a. Bozorlarda mana shunaqa insofli sotuvchilar ko'paysin. Qani? O'zida harakat bo'lsa bo'ldi. O'zida harakat bo'lsa kiradi. Mana shu olgan qizil lavlagim, hurmatli do'stlar, dehqonchilik ekan. Mana 5 mingdan sotyapti. Bir haftada bir marta kelishar ekan, 5 mingdan. Rahmat dehqonlarimizga. Do'stlar, bugun men bu bozorga kishmish uzumini ko'chatini olaman deb kelgandim. Obzor qilish jarayonida mana iltimos menga ko'chatlarni aldamaydigan, aniq kishmish uzumi bo'lib chiqadigan uzum ko'chatini topib beringlar deb iltimos qiluvdim. Bitta akaxonimiz changida mana shu uzumlarni sorti bor deb menga telefon raqamini berdi. Endi men keyingi video roligimda, hurmatli do'stlar, mana shu changidagi optim uzum ko'chatlarini sotadigan xonadondan video obzor tayyorlayman. Kimga kanalim yoqqan bo'lsa, obzorim yoqqan bo'lsa, kanalimga a'zo bo'lishinglarni unutmanglar. Like bosishni ham unutmanglar. Chunki qancha ko'p like bosilsa, video rolik shuncha ko'p tarqaladi. Hurmatli yurtdoshlar, Parkent bozori bugun
O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati. Xayr, sog' bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, hurmatli yurtdoshlar. Uch. Katta 3 metr. Endi qanaqa? Endi 1,5. Rosa ham yaxshi. Qaranglar, mana 100 mingdan dasturxonlar. 3 metr uzunligi. Endi 1,5. Молодцы. Gap yo'q. Ko'rdinglarmi? Puling bo'lsa xaltada. Hamma narsa bo'ladi sumkada. Mana o'zimiz o'ylab topdik maqolni. Pul bo'lsa hamma narsa borda, hurmatli do'stlar. Somsalar qanchadan ekan? Qanchadan? Aha, gap yo'q. Beraymi opa? Hurmatli do'stlar, mana sumkalarni koni ekan. Sumkalarga ham kelaveramiz. Qaranglar, hamma narsa yo'l-yo'lak. Tushungiz bular narxidan tushundingizmi? Degan gap so'z yo'q, tushirib beramiz. Albatta. Biz savdo qilganda tushing desa tushasizlar-ku. Tushirib beramiz. Bu bozorning qoidasi. Shunisi bilan bozor qiziq. Bu magazin emas. Magazinda определенный narxlar qo'yiladi. Ma'lum bir narxlar undan bir so'm ham tushirilmaydi. Magazinda ham tushasiz. Unda sizlarni buni parkent deb qo'yibdi-da. Parkentni bozorini ichidagi do'konlarda mana tushib berar ekan. Assalomu alaykum, yaxshi qiz. Mana shu kichkina laganchalarimiz qanchadan? 7 mingdan. Aha. Mana bu yaltiroq 40 ming. 40 ming. Aha, chiroyli. 50 bor. Beraman sizga. Oxirgi narxini 5-7 qilib beraman. Ishonsangiz, begin emassiz. Zaman bozor chiqgan odamsiz. 5-3 kelgan. Yo'l-yo'lakay. Qancha ekan bular? Yo'l-yo'lakay, hurmatli 5,5 bering, ana do'stlar. sizga shunday ham. 5 qiling. Ha, to'g'rilamaysiz qancha? To'g'ri hisobchi bilasiz-ku. 90 ming qilib beraman. Sizga qilib beraman. Lekin sifatli gap yo'q. Keladi. Yo'l-yo'lakay. Uyga endi qaytaman, hurmatli do'stlar. Eng asosiysi kishmish uzumini, ko'chatini sotadigan konini topdim. Fermer ekan. Xudo xolasa yaqin kunlarda ko'chat ko'rishga boraman. Lekin katta optim miqdorda sotar ekan. Men ko'p olmayman dedim. Menga ozgina berarmikin? Endi buni borganda gaplashamiz. Keyin bozor ko'chaga chiqib ketibdi-da, qaranglar. Olib ketinglar, mana свежий tuxumlar keldi mana. Молодцы, mana foykasi 33 mingdan parkent, gap yo'q. Shetda rosa ham chiroyli narsa boya ko'rib ketuvdim-da, hurmatli ayol qizlarimiz. Parkent deb qo'yibdi. Parkent bozor qanchadan mana shu ko'ftichkamiz? 200 ming kami bor. 200 ming kami bor. Mana qizlar har xil ranglari ham bor.
yana kelib zakaz qilsanglar sizlar olib kelib beraverishadi. Chiroylikkina milliy naqshlar, hurmatli qizlarimiz, ayol qizlarimiz. Mana qo'yingiz qanaqa ham? Shashliklariga qarab qo'yinglar. Qanaqa chiroyli, qanaqa ta'mi shirin shashliklar. Mana. Bemalol qorin ochsa qaranglar tutunlarini. Assalomu alaykum, xurmalar. Xurmalar qanchadan aka? 35 ming. Bu oqchi? 40 ming, 50 ming. Aha, 40 ming, 50 ming. Yo'l-yo'lakay. Kimga qancha naski kerak? Benetga yurma, yo'q.